Hurmatli obunachilar, mana hozir Husn akam ikkinchi fermasidamiz. Bu eski ferma dedingiz aka, bu yangi fermangiz. Yangi qurgan. Yangi qurgan. Hop, Latoydan boshlab olishsa bo'ladi aka, tayyorlab. Buni Zavadskoyda bu latok. Hozir bunaqa quyib ham bo'lmaydi, yo'q buni. Ha, oldin olib qo'ygan. Moldiga rosa udobniyda bu yeyishga. Mana quysangiz 10-15 santimetr bo'lishi kerak. Balandroq bu, hali mol yeyish qiyin bo'lib qoladi. Buni tagini tozalab yeyolmaydi. Ana shuning uchun Zavadskoyda moslangan. Mana bir tarafi baland bo'ladi, bu Zavadskoy ketmaydi. Bir akamiz sotilganda olib qo'yganmi? Mana shuni bo'lib chiqamiz. Atalar sotsak ham, suv sotsak ham o'zinikini o'zi yeydi. Mana shunda ham latoyda bo'lib qo'ygan holatimizda ham Azbek mana sachib yuborgan, ko'rdingizmi? Shu u yoqqa bu yoqqa sachilganda o'tib ketmasligi uchun to'sqich bo'lib ham bu. Shu holatda ham o'zini natijasi mana hozir hurmatli obunachilar ko'rgan bo'lsangiz, mana hammasiga yem bir xil paytda berilgan. Bir xil paytda berilgan. Bu yerda qolib ketgan mana jicha bo'lsa. Narigilar shuni bilasiz, qaysi yaxshi yeyapti, qaysi yaxshi yeyapti. Buni yemini u yeb qo'yadi-da, mana misol o'rtada to'siq bo'lmasa. To'g'ri. O'zini suvini o'zi ichadi, bu ichib qo'ymaydi, atalasini ham o'zi yeydi, yemini o'zi yeydi. Kontrol qilishga oson qilibsiz. Tagini ochib olganingiz nimaga aka? Tagidan shabada aylanadi deb turib, chiroyli nima qilib. Bu dalaga fortishkalar qilganmiz, tepadan ham fortishka bor. Zo'r qilib. Qish kunida amyak mana turibmaydi, hid yo'q buncha, hid yo'q mana. Qish kunida ham. Skvasnoy bo'lmasa bo'ldi, shu bakovoylarni yopganmiz, tepa ochiq. Tepa ochiq ketadi. Havo aylanadi. Ularni qachon tashladingiz? Bular yaqinda olingan mollar. Buni kecha olganmiz mana shularni. Kecha Xo'jaoboddan olganmiz. Hozir gapingiz isboti. Mana qolgan. Shuni bilasiz. Mana bunovi уже tugadi. Qaysi yaxshi o'zgaryapti, qaysi nima qilyapti bo'lib qo'ysangiz mana. O'zingiz bu tajribangizdan kelib chiqib kelgan ish. To'g'ri. Yangi mollar yaqinda bayladik. Bu yerda semiz mollarni so'ydik. Bularni so'yib yuborsiz buni. Shular eskiroqlardan qolganlar, shular to'rtta beshta. Narigi fermangiz bilan bir xil ratsionda boqasizmi? Hamma yo'g'i bir xil. Bir xil bu. Hamma yo'g'i bir xil. Faqat atalar bermaydi ukam. Bu edi. O'zi atalar berardi, endi sovuqda sharoit bo'lmasa to'xtatib qo'yadi. Endi farqini ko'rayotgandirsiz uni keyin. Lekin atalar bersiz bunday jullari yotib molam, silliqlashib, qonlari zo'r chiqadi. Sal et olishi suvlanadi deydi. Suvlanadi, bunaqa. Bu ham qogizib qo'yibdi mana. Bu qogizmagan. Bular ukamdaylar hammasi yangida, mana sekin-sekin kirishib olguncha bular mahalliy mollar, o'zimizni mesli mollar, terilib olingan mollar. Mana fermalarni qo'ysak, biz o'zi fermaning egasi emasmiz desak ham savollar bo'ladi-da, bog'ni xonani balandligi necha, oxirigacha necha metr, ko'pchilik qiziq qanaqa qilgan, shuni bitta aytsangiz aka, bo'yi qancha? Bo'yi 5 metr. 4,5 o 3 ga 5 metr. Eni 12 metr. Eni 12 metr. 6 metrlik starapilni tashaganmiz, qarang, o'rtasiga qo'shimcha qilganmiz. Bu bilan hech qancha ransa qilmaydi, lekin xotirjam o'rtada texnika kirsa ham hamma yoqqa mo'ljallagansiz. O'rtaga silos tashlasangiz ham, arava ham qo'shimcha yuraveradi. Ko'proq yuradigan joyi shu. Orqasida 1 metr. Arava yuradigan. Arava yuradigan joyi 1 metr qilgansiz. Mayli 240, 230, 230 bu. Onovi, nariga 30 santimetr. Nimani? Sidigida yuradigan joyi. Arig'i. Arig'i 30 santimetr. Shuni qilib qilganmiz. Odamlar 11 metr qiladi-da, o'rtasi tor bo'lib qoladi. To'g'ri, yurgani qiynaladi. 1 metr bilan katta ransa qilmaydi. Shuncha katta joyga yutkazmaydi. Katta aynaqa bo'lmaydi-yu, lekin keyinchalik xotirjam yuradi. Mayda xotirjam turishsa, keng bo'lsa, havo aylanishi ham zo'r bo'ladi. Bitta mashina kirib chiqsa ham, bo'laveradi. Mana CD yamani mashaqdan qarang, nariyoqqa qilmaganmizki, dalaga qilmaganmiz. Dalada ekin bo'ladi, boshqa bo'ladi, kalolchi suv yomg'ir urib qo'yadi. Mana o'rtaga qilganmiz shu yerga. 5 tadan ko'sa tashaganmiz. U tarafda ham, bu tarafda ham CDga shu yerga keladi. O'ziga keladi mashinaga. Mashinaga keladi. Tabii bu tomondan o'lagan. To'lib kelsa, galanoz kiradi, tortib chiqib ketaveradi. Oson. Lekin dalada bo'lsa, hozir u tarafga ham qo'yishim kerak ko'sa. Bu tarafiga ham qo'yishim kerak. Keyin yomg'irda suvi, dalaning suvi kiradi. Zo'r o'ylagan. Qo'shimcha to'ladi, mana bu. Lekin
Effektivniy. Hidi yo'q mana ko'rib turibsiz. Tagida bitta ham siydik turmaydi. Zo'r. Quruq turadi. Ha, quruq turadi. G'ishpol qilgansan buni. Ha, tagidan beton qo'yib turib, tepasidan g'ishpol qilganman. Buni. Zo'r aka, omadingiz bersin. Salomat bo'ling.